Kalom ilmining sultoni, musulmonlar e'tiqodini tuzatuvchi degan yuksak e'tiroflarga sazovor bo'lgan Imom Moturidiy islom dinining insonparvarlik mohiyatini keng ochib beradigan noyob ilmiy ma'rifiy asarlar yaratdi. Turli zararli oqimlar va jaholatga qarshi mardona kurash olib bordi. Bu o'sha vaqtda chinakam ma'naviy jasorat namunasi bo'ldi. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan bu yil mamlakatimiz bo'ylab Imom Moturidiy tavalludining 1155 yilligi keng nishonlanmoqda. Samarqand shahri shu kunlarda ushbu buyuk vatandoshimizning boy ilmiy ma'naviy merosini o'rganishga bag'ishlangan katta anjumanga mezbonlik qilmoqda. Moturidiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya nufuzli islomshunos olimlar, moturidiydshunos tadqiqotchilar, davlat va jamoat arboblari, diniy ma'rifiy soha vakillarini bir muloqot maydonida birlashtirdi. Qur'on oyatlari tilovati bilan anjuman o'z ishini boshladi. Tadbir avvalida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xalqaro ilmiy amaliy anjuman ishtirokchilariga yo'llagan tabrigini Prezident maslahatchisi Ruslan Davletov o'qib eshittirdi. Kalom ilmining sultoni, musulmonlar e'tiqodini tuzatuvchi degan yuksak e'tiroflarga sazovor bo'lgan Imom Moturidiy o'rta asrlarda g'oyaviy kurashlar avj olgan o'ta murakkab davrda islom dinining insonparvarlik mohiyatini keng ochib beradigan noyob ilmiy ma'rifiy asarlar yaratgani, jaholatga qarshi mardona kurash olib borgani hech shubhasiz chinakam ma'naviy jasorat namunasidir. Buyuk vatandoshimiz asos solgan Moturidiylik maktabi va ta'limoti esa e'tiqod borasida asrlar davomida bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat timsoli bo'lib kelayotgani tahsinga sazovordir, deyiladi tabrikda. Bugungi anjumanimizga yanada faiz bergan narsa bu anjuman ishtirokchilariga davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimizning tabriklari o'qib eshittirildi va prezidentimiz mana shu o'zini tabrik so'zlarida ham alohida moturidiylik, bag'rikenglik, yurtimizdagi islohotlarni ta'kidlab, kelgan ulamolarni barchalariga iliq bir tabriklar yo'lladilar. Kelgan ustozlar, ulamolar prezidentimizning tabriklaridan bag'oyatda xursand bo'ldilar. Konferansın ilk dəqiqələrində təbii ki biz Özbekistan Respublikasının prezidenti cənab Şövkət Mirzəyevin konferans iştirakçılarına ünvanladığı məktubu dinlədik. Məktubda ölkə başçısının Özbekistanda xüsusilə də dini tolerantlıq, qarşılıqlı hörmət əsasında müxtəlif dinlərin fəaliyyətini əks etdirən məqamlar, fikirlər öz əksini tapmışdır. Son illər Özbekistanın çox inkişafla, çox böyük sürətlə dəyişilməsini bütün dünya müşahidə etməkdədir. Bu təkcə iqtisadi, sosial sahələri əhatə etmir. Eyni zamanda da dini münasibətlər sayəsində də dövlətin apardığı islahatlar bugün Özbekistanda dini mühitdə mövcud olan şəraitin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxartmışdır. Yaqindagina yana bir quvonchli holat bo'ldiki, Imom Moturidiy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bevosita Vazirlar Mahkamasi huzurida qayta tashkil etildi. Guvohi bo'lib turibmiz. Albatta bu markazni nafaqat respublika mahalliy darajada, balki xalqaro darajada aloqalarni olib borishga, yana keng ko'lamli aloqalarni olib borishga albatta xizmat qiladi. Bu albatta diniy ma'rifiy sohada, umuman ajdodlar merosini tiklash borasida, o'rganish borasida, davlat siyosati darajasida qaralayotgani, albatta bu har qanday tahsinga sazovor. Bu narsa xalqaro tashkilotlar tomonidan, xalqaro xorijiy olimlar tomonidan, ekspertlar tomonidan yuqori baholanmoqda. Ochilish marosimida so'zga chiqqanlar diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida O'zbekistonda Moturidiyshunoslik ilmiy maktabi shakllangani, Imom Moturidiy merosi insoniyatga ulug' in'om, tuhfa ekanligi, uning bag'rikenglik va mo'tadillikka asoslangan qarashlari, ma'rifiy g'oyalari nafaqat islom sivilizatsiyasiga, balki umumbashariy tamaddunga bebaho hissa qo'shgan ulkan ta'limot ekanligini ta'kidladilar. أن أنقل التحية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه فخامة الرئيس شوكت ميردييف رئيس Avvalambor Misr Arab Respublikasi prezidenti Abdul Fattoh as-Sisi nomidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev janobi oliylariga samimiy salomlar yo'llayman. Moturidiy hazratlarining islom ilmlari rivojiga qo'shgan hissasi haqiqatdan e'tirofga munosib. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Dorimiydek ulug' zotlarni yetishtirib chiqargan ko'hna tuproq O'zbekiston prezidentining bu boradagi tashabbuslari esa tahsinga sazovor. Misrdagi Al-Azhar universitetida ham bu zotlarning ilmiy merosi uzoq yillardan beri tadqiq etiladi. O'zbekistonda kalom ilmi,
fiqh, hadis maktablari faoliyat yuritayotgani mamlakatdagi diniy ma'rifiy sohada olib borilayotgan tadbirlarning takomilidan darak beradi. Bugungi Imom Moturidiy tavalludi munosabati bilan o'tkazilayotgan ilmiy anjuman ham shunga dalolat qiladi. 10-asrda o'z asarlari bilan Mavronahir kalom maktabining poydevorini qurib bergan alloma asarlari tafakkuri markazida inson erki, aql va ilm turadi. Davlatimiz rahbarining alloma merosiga yuksak e'tibori sababli Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazining maqomi va nufuzi oshirilib, Vazirlar Mahkamasi huzurida qayta tashkil etildi. Muhtaram prezidentimizni tabriklaridan keyingi ko'tarinki ruh hozir ham davom etyapti. U yerdagi har bir so'z, mana hatto tanaffuslarda ham jiddiy muhokama qilinib, prezident janobi oliylari alohida e'tibor qaratyaptilar bu mavzuga. Bu haqiqatdan ham to'g'ri deb yirik ulamolar, mutaxassislar e'tirof etishyapti. Va bugun hozirgina mana Misrning juda yirik ulamolaridan hisoblangan butun islom olamida e'tiborli Shayx Juma Ali hazratlari tomonidan bir chiroyli bir ibora qo'llanildi. Bugun moturidiylik ta'limoti inson qadriyati va insonni haq huquqi va inson himoyasiga qaratilganligini alohida ta'kidladi. Anjuman davomida ishtirokchilar tomonidan Imom Moturudiyning ilmiy merosi, moturidiylik ta'limotining mohiyati, bugungi kundagi ahamiyati kabi muhim masalalar muhokama qilinib, fikr-mulohazalar bayon etildi. O'zbekiston ilm va madaniyatin Ka'basi. O'zbekiston ilm va madaniyatning Ka'basi. Sharq gavhari Samarqand ham dunyoga ko'plab ulug' zotlarni bergan ko'hna kentdir. Moturidiy butun turk hamda islom dunyosida Qur'on ilmlari bilimdonidir. Uning tafsirlari islomning asl ezgu mohiyatini to'g'ri anglash va anglatishda muhim o'rin tutadi. U aqliy va naqliy dalillarni chog'ishtirib, o'z davrida jamiyatda nifoq, ixtilof tug'diradigan aqidaviy masalalarga yechim topib bergan. Botil qarashlarga asosli raddiya bergan mutakallimdir. U tug'ilib o'sgan Samarqandda xalqaro miqyosda katta ma'rifiy anjumanda ishtirok etayotganimdan iftixor tuyaman. Hammaga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi tashabbusi bilan kalom ilmining sultoni Imom Moturidiy tavalludi yuqori darajada nishonlanmoqda. Ko'rib turibmizki, dunyoning 25 dan ziyod davlatidan Moturidiyshunos olimlar bir yerga to'planishdi. Quvonarlisi shundaki, ushbu zamin farzandi dinni shu darajada o'rganganki, 1155 yildan beri uning ilmiy merosi o'z kuchini yo'qotmagan. Shu nuqtai nazardan davlatingiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu ilmiy amaliy konferensiya alloma ilmiy ijodiy merosini bugungi avlodga yetkazishda juda muhim ahamiyatga ega. Anjuman yakunida Imom Moturidiy ilmiy merosi va moturidiylik ta'limotini o'rganishda yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha nufuzli olimlarning taklif va tashabbuslari asosida yakuniy deklaratsiya qabul qilindi. Deklaratsiyada bugungi kundagi dolzarb masalalarga yechim topish, xususan adashgan oqimlarga ilmiy raddiyalar berishda moturidiylik ta'limotining o'rni va ahamiyatiga e'tibor qaratildi. Konferensiya doirasida mamlakatimizdagi ilmiy ma'rifiy markazlar tomonidan tayyorlangan nashrlar asosida kitoblar ko'rgazmasi tashkil qilindi. Unda Imom Moturidiy qalamiga mansub Tavilot al-Qur'on, Kitob at-Tavhid asarlarining o'zbek tilidagi ilmiy izohli akademik tarjimalari xorijlik olim va mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi. Xulosa qilish mumkinki, 1000 yil muqaddam mo'tadil ta'limotni insoniyatga targ'ib qilgan Imom Moturidiyni xotirlash orqali bugun jamiyatda har qachongidan ham ko'proq ehtiyoj sezilayotgan tinchlik, bag'rikenglik, mo'tadillik madaniyatini ta'minlash sari yana bir muhim qadam tashladi. Uning xayrli hosilalarini ko'rish esa bizni uzoq kuttirmaydi.